İkinci blok 7. mavzudan boshlanadi. İkinci blokda yo'l belgilari va yo'l chiziqlari haqida. Ana 7. mavzuyimizda aytilyapti. Yo'l belgilari 7 ta guruhga bo'linadi. Ularning ketma-ketligi ogohlantiruvchi, imtiyoz, taqiqlovchi, buyuruvchi, axborot, servis, qo'shimcha. Keyin har qanday belgi doimiy bo'lishi mumkin, ya'ni ustunga qoldirilgan yoki vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Ko'chma bo'ladi yoki xuddi shu belgining ichi sariq rang bo'ladi. Esingizda qolsin. Uchburchak belgi yoki qizil dumaloq belgining ichi sariq bo'lsa, demak ular vaqtinchalik hisoblanadi. Umumiy mana shu 7 ta guruh belgilar bor. Birinchi guruh belgilarimiz bular ogohlantiruvchi belgilar. Ogohlantiruvchi belgilar haydovchini oldinda xavf-xatar mavjudligi to'g'risida ogohlantiradi. Bular asosan qizil uchburchak shakliga ega bo'ladi. Ogohlantiruvchi belgilar uchburchak esa xavfli joydan oldinroq o'rnatiladi. Aholi yashaydigan joylarda ogohlantiruvchi belgi xavfli joydan 50-100 metr oldin o'rnatiladi. Aholi yashash joylaridan tashqarida bo'lsa, tezlik yuqori bo'lganligi uchun xavfli joydan 150-300 metr oldin o'rnatiladi. Birinchi belgimiz shlagbaumli temir yo'l kesishmasi deyiladi. Bunaqa temir yo'l kesishmalarida agar shlagbaum tushirilgan bo'lsa, значит poyezd kelyapti, yurish mumkin emas. Ama parovoz tuzilgani bu shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi hisoblanadi. Shlagbaumsiz temir yo'l kesishmalarini tagiga mana bu qo'shimcha belgi o'rnatiladi. Bu bir izli shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi yoki ko'p izli shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasiga bo'linadi. Bu belgilar bevosita xavfli joyi oldiga o'rnatiladi. Ya'ni bu belgi обязательно rels oldiga qo'yiladi. Keyingi belgilarimiz temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv deyiladi. Har bitta chizig'i taxminan 100 metrni bildiradi. Значит, bu yerda taxminan 300, 200, 100 metr qoldi degani temir yo'l kesishmasiga. Keyingi belgimiz sohilga chiqish deyiladi. Ya'ni yo'l biron bir suv havzasi bilan tutashganini bildiradi. Haydovchi suvga tushib ketmasligi uchun bu belgi bir necha marta takrorlanadi. Keyingi belgimiz tirbandlik deyiladi. Ya'ni bu yo'lda oldinda mana shunaqa probka bo'lishi haqida ogohlantiradi. Bu belgimiz qatnov qismini kesishmasi hududi deyiladi. Bizani ogohlantiradi. Chorrahada mana bunaqa sariq kvadratli chorraha borligi to'g'risida. Agar haydovchi tirbandlik sababli mana sariq kvadratli ichida qolib ketadigan bo'lsa, unga nisbatan jarima yoziladi. Keyingi belgimiz keng ahamiyatli yo'llar kesishuvi deyiladi. Ya'ni bu belgi chorrahada o'ng qo'l qoidasi amal qilish kerakligi to'g'risida aytyapti. Ya'ni bizning vazifamizda o'ng tomondagi yuk mashinani o'tkazib olish, buni vazifasi o'zini o'ng tomondagi qora mashinani o'tkazib olish bo'ladi. Keyingi belgimiz T-simon chorrahani bildiradi. Keyingi belgilar burilishning yo'nalishi deyiladi. Ya'ni belgi bu yerda bizga ko'rsatyapti, yo'l qayerga burilib ketayotganini, ya'ni yo'l chapga ketyapti. Lekin haydovchi boshqa yo'nalishda yondosh hududga yursa bo'ladi. Keyingi belgimiz xavfli burilish deyiladi. Mana ko'rsatyapti, xavfli burilish chapga. Xavfli burilishlar kichik radiusli yoki ko'rinish cheklangan burilishlar nazarda tutiladi. Bunaqa xavfli burilishlarda quvib o'tish taqiqlanadi. Bu belgimiz tik nishaplik deyiladi, ya'ni pastga tushyapmiz. Bu tik balandlik deyiladi, tepaga chiqyapmiz. Ikkalovini adashtirmaslik uchun chapdan o'ngga qarash kerak. Agar chapdan o'ngga pastga tushsangiz, значит bu nishaplik. Chapdan o'ngga tepaga chiqayotgan bo'lsa, значит bu balandlik. Nishaplikka tushayotgan haydovchi yo'l berish kerak. Balandlikka chiqayotgan haydovchiga agar ikkalovi bittada o'tib keta olmasa. Keyingi belgimiz diqqat boshqariladigan to'siq deyiladi. Ya'ni mana bunaqa yerdan ko'tariladigan to'siq borligi haqida ogohlantiradi. Keyingi belgimiz notekis yo'l deyiladi. Ya'ni yo'l mana shunaqa notekis, yomon ahvoldaligini bildiradi.
Keyingi belgimiz sun'iy notekislik deyiladi. Ya'ni mana bunaqa lejachi politsiyskilar borligi to'g'risida ogohlantiradi. Bularni qo'yishdan maqsad haydovchilarni tezlikni kamaytirishga majbur qilish. Keyingi uchburchak belgimiz piyodalar o'tish joyiga yaqinlashuv deyiladi. Qarang. Agar piyodalar o'tish joyining o'zi bo'lsa, ko'k to'rtburchak bo'lardi. Birinchi mavzuda ko'rsatilgandek. Bu piyodalar o'tish joyi emas. Bizga faqat yaqin qolganimizni bildiradi piyodalar o'tish joyiga. Keyingi belgilarimiz bolalar deyiladi. Maktab va bolalar dam olish joylari oldiga o'rnatiladi. Yo'lga bolalar yugurib chiqishi mumkinligi to'g'risida ogohlantiradi. Bu belgimiz velosiped yo'lkasi bilan kesishuv deyiladi. Ya'ni avtomobil yo'lini velosiped yo'li kesib o'tish to'g'risida ogohlantiradi. Bunaqa joylarda avtomobil haydovchisi ustunlikka ega bo'ladi, velosiped yo'l berish kerak. Keyingisi hayvonlar bilan bog'liq belgilar. Bu mol haydab o'tish, yovvoyi hayvonlar, kemiruvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar va pastlab uchuvchi qushlar. Shular haqida ogohlantiradi. Keyingi belgimiz piyodalar yo'l yoqasida yurishi mumkin bo'lgan hududni bildiradi. Ya'ni bu belgi turgan joyda piyodalar bunaqa yo'l chetida yurishi mumkin. Keyingi belgimiz sirpanchiq yo'l deyiladi. Ya'ni yo'l doimiy sirpanchuv ekanligini bildiradi. Ammo unda harf chizilgan belgi bo'lsa, boshqa xavf xatarli deyiladi. Ya'ni qoidada mavjud bo'lmagan xavf haqida ogohlantiradi.